Botoks so'zidan xalqimiz qo'rqadi. Даже ayrim patsientlarda to'g'risini aytsam taksin deyman. Taksin degani o'zi zahar degani. Qilmasak bo'lmaydi. Ko'rinib turibdi. Botoksda hech qaysi preparat effekt bermaydi ajinlarga-da. Tinchlantirish uchun taksin deyman. Taksin ham bo'ldi. Botoks emas deb qo'yishadi. Yo'q, botoks emas, bu taksin yoki botala taksin deb yuboraman. Lekin o'zi botoks bo'ladi. Taksin degani o'zi zahar deganida. Lekin zahardan qo'rqish bitta botoks so'zidan qo'rqishadi. Bizda shunaqa tushuncha bor. Men ko'pincha aytaman, oddiy tilda tushuntirganda dehqonchasiga bu xolodilnik deyman. Xuddi shu go'shtlar ham morozilkadan olganimizdan keyin necha yil tursa ham, endi to'g'ri hozirgi botokslarimiz 1 yil, 2 yil, 3 yil turmaydi, organizmga bog'liq. Lekin necha yil tursa ham shu go'sht osti sveji bo'lib turadi. A botoks olib yurgan 10-15 yillik patsientlarimizga keladi, yuzlarida haqiqatdan hud borligi bilinadi. Yuzingiz o'zingizga yoqadi, samootsenkangiz oshadi oynaga qarabda. Menga shundoqligicha yoqasan deydigan erkaklarimizni gapiga har doim ishonmanglar deb aytaman. Baribir xojinli ayol nafaqat erlarimizga, turmush o'rtoqlarimizga, oila a'zolarimizga ham, bolalarimizga ham yoqadi deb o'ylayman.